Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Siz bilan Yolg'on xabar axborot dasturi. Bugun mamlakatimizda elektr energiyasi bo'yicha muhim qaror qabul qilindi. Energetika vazirligining rasmiy ma'lumotiga ko'ra, 2025-yil 1-noyabrdan boshlab elektr energiyasi barcha aholiga bepul tarzda taqdim etiladi. Ushbu qaror xalq qulayligi dasturi doirasida amalga oshirilmoqda. Rasmiylarning ta'kidlashicha, bu tashabbus aholining ijtimoiy yukini kamaytirish va iqtisodiy faollikni oshirishga xizmat qiladi. Yangi tizimga ko'ra, bepul energiya ta'minoti dastlab 3 oy sinov tariqasida o'tkaziladi. Bu davrda elektr uchun to'lov olinmaydi, biroq iste'mol hajmi maxsus raqamli hisoblagichlar orqali kuzatib boriladi. Mutasaddilar ma'lum qilishicha, elektrni tejagan fuqarolar uchun qo'shimcha bonuslar joriy etiladi. Shuningdek, ayrim hududlarda kunduz bepul, tun yoritilgan kayfiyat aksiyasi ham e'lon qilinadi. Mutaxassislar bu yangilikni energiya erkinligi davri deb atashmoqda. Aholi esa bu qarorni katta quvonch bilan kutib oldi. Ba'zi fuqarolar endi chiroqni o'chirib, zaryad yig'ib qo'yamiz deya hazillashmoqda. Ammo shu o'rinda eslatib o'tamiz, ushbu xabar haqiqiy emas, balki Yolg'on xabar dasturining satirik chiqishida. Ishonmang, lekin kuling. Agar sizga bu xabar yoqqan bo'lsa, videoga like bosing. Izohlarda menga ham bepul to'q bersin deb yozing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.